aka rahmat. Qancha bo'ldi? Jinnimisan jigar, o'zim to'layman. Ya shahri qo'y. Nima deganing bu? Bir kun sanda bor, bir kun menda. Sen taksiga to'layapsanmi hozir? Sen uchun o'rtog'im, yur. Qayerdan qiyo chiqdi jariga? Akajon ikkita somsa qancha bo'ladi? Nima qilyapsan? O'zim to'layman, Bobur. Ya qo'y, o'zi ikkita somsa olyapman ha. Yo'q, o'zim to'layman. Mana aka. Sen o'zingmisan shahri, tanimayapman seni. Aka mana choy, pulni berib yuboring. Bo'ldi, men beraman. Nima qilyapsan, Bobur? Men turib ketaman ra shunaqa qiladigan bo'lsa, jigar. Ya qo'y shahri, o'zing bor, men beraman. Ya bitta choyni pulini bera olmayman o'rtog'im uchun. Tushunmi, o'ngimmi? Sen unaqa emas eding-ku. Sen to'latingni ham pulini to'la olmasding-ku, do'stim. Aka, bu qancha bo'ldi? Lalakon kimga olding? O'zim bo'lamga. Zo'rmi bu? Aha, buni taqsam bo'lki, bola mazza qilib yotadi. Taglik borligini ham sezmaydi. Allergiya chaqirmaydi, namlikni o'tkazmaydi. Nima biz bolaligimizda lalaku bo'lmagan, aka? Bo'ldi aka, men olib qolayman. Ya, jo'ra endi oshirib yubording.